Mana bu o'yin yodingizdami? Bitta ko'ring, keyin davom etamiz. Hozir yana bitta ko'zi qisiqroq yosh bola tushyapti. Yosh. Mana qirikka tushyapti. Kim bu masalan? Men birinchi marta ko'rishim. Fayzullayev qarayam. Va yosh bolani qarayam. Mana o'g'limdan ham kichkina. Maktab bolasimi bu? Ha, bu Abbosbek Fayzullayevning professional futboldagi ilk o'yini edi. Oradan 5 yil vaqt o'tdi. Mana shu vaqt ichida Fayzullayev o'z ustida tinimsiz ishladi va bugungi kunda u O'zbekiston milliy terma jamoasining eng asosiy futbolchilaridan biriga aylandi. Taqdirning taqozosini qarangki, o'sha yosh bola va uning o'yinini sharhlagan sharhlovchi bir manzilda uchrashdi. Bobur Akmalov Kunuz sayti uchun Abbosbek Fayzullayevdan intervyu olibdi va ushbu intervyu shaxsan menga juda ham yoqdi. Endi Barselonada o'ynashni xohlardim. Lekin chunki yaxshi ko'raman. Realist bo'lib qarasa qiyin, lekin boshida o'rta miyona jamoasiga bo'lsa ham borib Ispaniya chempionatida o'zim sinab ko'rish. O'ynab ketaman, o'ynab ketmayman. U ikkinchi masala. Lekin kichkinaligimdan orzum bo'lgan Ispaniya chempionatida o'ynash. Men o'sha yetmaganimcha qo'ymayman. Ushbu suhbatning to'liq variantini Kunuz saytining rasmiy YouTube kanalida tomosha qilishingiz mumkin. Bunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa menga obuna bo'lib qo'ying.